Abu Umama radhiyallohu anhudan kelgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan: "Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baytin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa bi baytin fi 'ala al-jannah liman hasuna khuluquhu." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Men jannatning bir chekkasidagi bir uyga kafilman. Agar haq bo'lsa ham talashib tortishlik tark tashlagan odamga. Jannatning bir chekkasidagi uyga men kafilman. Agar haqdor bo'lib tursa ham talashib tortishlik tashlab qo'ya oladigan bo'lsa, va jannatning o'rtasidan bitta uyga men kafilman. Agar hazlashib bo'lsa ham yolg'on gapirmaydigan bo'lsa, va jannatning eng balandligidan bitta uyga men kafilman. Kim xulq chiroyli bo'ladigan bo'lsa, odob axloq chiroyli bo'ladigan bo'lsa, jannatning eng oliysidan bitta uyga kafilman." Birodarlar, haqiqatda ham ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, Alloh uchun yomon ko'rishlik, bu qalbga ham rohat, jasadga ham rohat. Alloh uchun yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, Alloh uchun yomon ko'radigan bo'lsangiz, qalbingiz ham rohat qilar ekan, jasadingiz ham rohat qilar ekan. Shuning uchun Yahya ibn Muaz rahmatullohi alayhi aytgan so'zlari bor: qalbni va jasadni eng yengil ibodati Alloh uchun yaxshi ko'rib qo'yishlik, Alloh uchun yomon ko'rib qo'yishlik. Bu qalbni ham, butun jasadni ham rohati degani. Bir kishini Alloh uchun yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, qalbingiz rohat qiladi. Alloh uchun yomon ko'radigan bo'lsangiz, uni mol, davlati, boshqa narsasi uchun emas, qalbingiz rohat qiladi. Xuddiki jasadingiz ham rohat qilishligi, bir kishiga bir mol, davlat, mansabi uchun xizmat qilayotgan bo'lsangiz, birodar, qo'qis mansabidan ketib qolsa, jasad ham qiynalib qoladi. Qancha yillar xizmat qilgan jasad qiynaladi. Lekin Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa-chi, bir birodariga yordam beryapsiz, harakat qilyapsiz, xizmatini qilyapsiz, jasadingiz ham rohat qiladi. Alloh uchun qilyapman.